Yaxshimisiz? Hojigiti va Hamiza opa. Joyda ko'ramizda yechimini qilamiz shunda. Bo'ladimi? Suv yo'q. Bularda shartnomalari ham yo'q hech qaysini. O'sha Musqarobod Agar suv chiqarish uchun nima qilish kerak? suv bor, ocharsiz Suv chiqqan, yarimgacha chiqqan. suv bor. Qarang, O'sha Qorasuv ko'chalari ortilgan. Qorabog'. Qorabog' ko'chalari. Lekin oxirigacha yetkazilmagan, chunki bizga ko'rsatilgan joygacha qilganmiz o'sha vaqtda. Bularda 15 ta xo'jalik, uni ham hammasi uy qurilmagan. Yangi uchastkalarda. uchun gazlashtirish to'xtagan. Gaz bo'lmaydi. Ochiq oydin aytaman. Kreditni 2019-yil menga mana shu mahalladan bergan, molini olib boqqanman, boshqa qilganman. Faqat to'lovni to'lolmadim, MIFga berdi, sudga berdi delani. MIFgami? MIFga berdi. MIF orqali men ishxonadan 21 million 860 ming pulni o'tkazganman. O'tkazdim, qutuldim, MIFdan borib qo'limga qog'oz berdi, qarzingiz yo'q degan. Lekin Agrobank yana 21 million 860 ming qarzsiz deyapti men. Hozir pensiyamdan oyma-oy 500 ming bosib qolyapti. To'xtang. Agrobank sanmi? Davay chiqqinda hozir opa siz ham chiqingda, anita surishtirib, tegini bilib, nima bo'ladi? Borganman, surishtirganman. Opa, eshiting. Chiqadi, hozir men aytga, siz ishxonasiga boring demayapman. Men aytga chiqasanlar, surishtirasanlar, o'sha nimada anov ketyapti. To'lagan bo'lsa, qo'lda qog'ozi bo'ladigan bo'lsa, MIPdan e'tiroz yo'q degan, qarzdorlik yo'q degan qog'oz bo'ladigan bo'lsa, nimada ketyapti? Masalan, tegiga yet, kompyuterchilik bilan bog'lan, nimada ketyapti? Qanaqadir kvitantsiyasi yetib bormaganmi yo, nima bo'lganda, o'sha ham tegiga yetasan, keyin qaytib turasizlar. Shunga suv qilingan. Biz uni ispitaliyalarni o'tkazdik, ochib suvni. Lekin qo'rqqanimiz sababi har bitta xonadonga oqturba chiqarib qo'yganda og'zi ochiq yotibdi, kirgizmagansizlar. Hammani suv bosib ketadi. Shartnoma tuzmagansizlar. Kecha hisobladik 8% odam shartnoma tuzgan. Shlangan chiqarib qo'ygan, lekin aytayapti-yu, hech kim og'zini yopib, uyning ichiga olib kirmagan. U davlat o'zini qiladigan joyini qilib bo'lgan. Endi xonadon egasi o'sha 4 metr turba ketadi, 5 metr turba ketadi, olib kirib, og'zini yopib kran qo'yish kerak. Nogironlik o'g'lim bor. Bitirolmayapmiz uyimizni. Hamma ochib yotibdi. Shu bo'yicha kelganyapman. Yaxshi eshita olmaydi. O'zim tushuntirib beraman. Bola pul chiqmaydi, chunki bandmas kelasi. Ikkita mehnatga loyihalar yozasi bor, lekin bandlik ta'minlanmaydi. Boya tushuntirdim o'zlariga ham, o'zimiz band qilsak ham keyin siz ko'rganda ko'ramiz deb aytdim. Shuni hisobiga reyestrga kirmayman. Reyestrga kirmagan. Reyestrga kirsa agar bu safar o'zimiz band qilib kirsa, keyin uy ta'minlashga yordam beramiz. Boya tushuntirdim o'zlariga. Tushuntiribdi-yu sizga. Ha? Tushuntirgan bilan yana bilan qilmang deb ma'qul. O'sha reyestrga kirish chorasini ko'rishga o'zingiz band